1 yoshdan oshganlarga bitta tabletkasini kashalariga, ovqatlariga qo'shib bersangizdan bo'laveradi. Как раз mana undirilgan arpadan olingan tabletka, xlorofil bor buni sostavida, yam-yashil ko'rinishda, mana ko'ryapsizlar. Ozg'in, ishtahasi yo'q, semirmoqchi bo'lgan, hidli, telli deganlar bor-ku mana. Achchiq, hidli, telli deganlarga bu yaxshi narsa. Buni bemalol 4 tadan 3 mahal, 2 mahal ichsanglar bo'laveradi. Undirilgan arpa. Nimasi bilan yaxshi deganda, bu undirilgan paytda vitamin B1 qarang 285%, B2 515, niasin 256% ga oshib ketadi. Bitta urug'dan bitta katta narsa paydo. Mana tuxumni ko'pchilik mensimaydi-yu, lekin tuxumni ichida bitta boshqatdan yangi organizm paydo bo'lishi uchun hamma narsa yetarli-da. Bu degani kuchli narsa. Urug' ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun buni mensimaslik kerak emas. Bu ham tozalikni kerak bo'lsa sizni ichingizni, ozgina boshida hech arpa yeb ko'rmaganmiz, shuning uchun kichkina dozada boshlab ko'rsanglar bo'laveradi. Sal ichingizni surishi mumkin, ozgina